O'zbekiston ahliga yangilik, novvoylarimiz uchun 2 barobarga ishini tezlashtiradigan apparatlarimiz keldi. 50 kilo, 35 kilo va 25 kilo hajmdagi o'sha Nevnova, Chag'dash va yana bitta Nevnova 50 kiloligi Nevnova firmasiga tegishli bo'lgan apparatlarimiz yetib keldi. Biz bularni obzorini qilib o'tamiz. Siz ungacha podpiska va laykni esdan chiqarmang. Izohda yana qanday оборудованияlarni nima deydi, keyingi videolarimizda qaysi оборудованияlarni obzor qilishimizni aytib qo'ysiz, xudoning qo'ldan kelgancha harakat qilamiz obzor qilishga. Endi eng kattasidan boshlasak, 50 kiloligi. Bunisi 220 ga ishlaydi. 50 kilo to'liq un oladi, o'sha bir qop unni to'liq oladi. O'zini vazni 135 kilo bo'ladi, 1.1 kilovatt motor kuchli bo'ladi. 220 ga ishlaydi. Xo'p, bu apparatimiz bemalol 75 kilo, 76 kilo xamir tayyorlab beradi. Buni narxini $820 qilib beramiz. Shu oyning oxirigacha, ya'ni fevral oyining oxirigacha, Ramazonni o'sha 31-fevralgacha, o'sha Ramazonning o'rtalariga to'g'ri keladi inshaalloh. Ramazon aksiya desa ham bo'laveradi. Xo'p, endi bu 35 kilolik Chag'dash firmasiga tegishli bo'lganini $720 qilib beramiz. Bu ham 220 ga ishlaydi. O'zini vazni esa o'sha 110-105 kilo vaznda bo'ladi. Motor kuchi bo'lsa 0.75 kilovatt motor kuchli bo'ladi. 35 kilo to'liq un oladi. Где-то bir 45-50 kilo xamir tayyorlab berish quvvatiga ega. Xo'p, bu 25 kiloligi 0.55 kilovatt motor kuchli bo'ladi. 25 kilo to'liq un oladi. 71 kilo o'zini vazni 220 ga ishlaydi. Xo'p, bu faqat bitta tarafga aylanadi. Bitta tarafga aylangan hisobiga bu qozoni ham billa qo'shilib aylanadi va xamiringiz 15 minut 20 minut oralig'ida tayyor bo'ladi. Xo'p, bu apparatlarimiz faqat novvoylar uchun, masalan, buxanka yoki bo'lmasa har xil turdagi uy noni, novvoy nonlarga yaraydi. Lekin ana chuchvara xamir yoki bo'lmasa somsa xamirlarga yaramaydi. Nimagaki, bularning motori Xitoy mikserlariga qaraganda ancha slabiyroq bo'ladi. Asosan o'sha novvoylarga moslashgan bo'ladi. Xo'p, kimga yana shunaqangi 200 kilo yoki 100 kiloliklar kerak bo'lsa, bemalol описание nomeriga telefon qilaverasizlar. Izohlarni yozib qoldiringlar, like va podpiskani esdan chiqarmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.